8.000 pul tashlash uchun 825 ming so'm pul tashladim. Komissiya 3%. Shu ham adolatmi? 25 ming ham yechadimi? Noinsofli. Rozi emasman. Ko'rib qo'ysam, shu narsani o'ylab topganlar. Rozi emasman. Qiyomatda so'rab olaman. Zafarga arzoni. Alloh yo'q. 600 ming, 585 ming puldan 17 ming 38 so'm olyapti. Yurtimizdagilar 95% musulmon va hammasi Hanafiy mazhabida degan qaul zikr qilinadi. Lekin haqiqatda Hanafiy mazhabiga bo'lgan amal bormi? Bu haqiqatda Hanafiy mazhabini fiqhiy qavullari va hukmiy qavullari hayotga olib kiriladimi? Yokida faqat nomda qolib ketganmi bu nom? Ribo nima o'zi? Ribo degani sudxo'rlik, foizxo'rlik degani. Agar siz bir insondan pul oladigan bo'lsangiz va unga ziyoda qilib berishligi shart qilinadigan bo'lsa va foiz evaziga, mana bu sudxo'rlik bo'ladi. Yoki bir narsa sotib olmoqchisiz, lekin qandaydir foizlar evaziga sizdan qo'shimcha pul orttirib olinadi. Bu ham ribo bo'ladi. Chunki ribo sudxo'rlik va foizxo'rlikdir. Abu Hanifa rahimahulloh va Hanafiy fuqaholari Qur'on sunnatdagi qat'iy kelgan dalillarga asoslanib ribo amali harom ekanligini va kabira gunohlardan deb hisoblashgan. Allah subhanahu va taolo Baqara surasi 275-oyatda va ahallallohu al-bay' va harrama ar-riba dedi. Alloh savdo sotiq halol qilib, riboni harom qildi dedi. Nima uchun shu darajada ribodan mol davlat yeyotgan, xo'p o'shani hukmini bilmayotgan insonlar uni hukmini bilmasdan qilayotgandir. Lekin undan olinayotgan, ulardan nohaqdan pul undirilib olayotgan insonlarga nisbatan zulm bo'lmayaptimi? Nima uchun hech bo'lmasa zulmlarni gapirilmaydi? Nima uchun endi zulmni gapirganlarni, bunaqa zulmni gapirgan insonlarga bular xalqqa hissiyoti bilan o'ynashib, davlatga qarshi gijgijlayapti deydi. Alloh subhanahu va taolo aytgan kalimada, agar riboni tark qilmaydigan bo'lsangiz, Alloh va Rasuli tomonidan urush e'lon qilganligini biling deydi. Agar bir yurtdagi ribo avj oladigan bo'lsa, u insonni, u insoniyatni, u davlatda inqiroz yaqin ekanligini bayon qiladi. Va Hanafiy olimlardan Al-Kasani rahimahulloh o'zlarida mana shu kitoblarida, asarlarida riboni harom ekanligini Qur'on sunnat bilan ijmo bilan sobit ekanligini aytadilar. Ribo qilgan kishining o'zi jazosi nima bo'ladi? Ribo qilgan kishining jazosi hokim yoki qozi uni ribodan qaytaradi. Nima uchun sizlar o'zingizlarcha yana chiqib demokratik qonunlarni yoki shunga o'xshagan qonun qoidalarni islomga muvofiq deb gapiryapsizlar? Bularni hech biri islomga muvofiq emas. Qaysi islomda insonlarga zulm qilishlik shunaqa ekan? Yoki insonni mol-mulkini nohaqdan tortib olish, ularga zulm qilishga chaqiradigan din ekan. Ikkinchidan, tavbaga chaqiriladi, ribodan qaytaradi muftiy, qozi. Keyin nohaq olingan ribo pullari egalariga qaytarib berilishi kerak bo'ladi va tavba qilishga majbur qilinadi. Agar bunda ham bo'ysunmaydigan bo'lsa, ochiqchasiga yana davom etsa, unaqa bo'lsa ta'zir berilishi kerak bo'ladi. Endi oxiratdagi jazosi bo'ladigan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: ribo yegan, yedirgan, yozgan, guvohlik berganlarni la'natladilar. Ular barobardir dedilar. Avvalga shunaqa riboiy banklar, foizli kredit beriladigan banklarni bir amallab odamlarga bayon qilishga harakat qilindi, lekin bu narsa davom etdi. Mayli deyilindi, chunki hech bo'lmasa boshqa yo'ldan savdo sotiq qilishlikka imkoniyati bor odamlar. Haqiqiy pul bilan, naqd pul bilan savdo aloqalarini yuritishga ehtiyoji bor va buni amalga oshirishlikka imkoniyati bor deyilindi-da, bu narsa o'lga qattiq gapirilmay turilgan edi. Lekin qachonki odamlarni naqd pulidan ham ayirib, keyin tamomiy plastikka o'tkazib, plastikka o'tkazilingandan keyin uni har bitta tushirilayotgan pulidan gohida 100 ming tushiradigan bo'lsa 3% gacha yechib qolinishligi mana bu holat bo'layotgandan keyin bu riboni tamomiy ko'rinishi birodarlar. Agar davlat shu narsani joriy qilishlikka harakat qiladigan bo'lsa, qilsin, lekin foizsiz qilishligi kerak edi. Shar'iy hukm bo'yicha ham, agar adolat yuzasidan qaraganda ham, shar'iy yuzi bilan qaramaganda ham, adolat yuzasi bilan qaraganda foizsiz qilish kerak edi. U davlat nima uchun davlat? Nima uchun ishlayapti? Nima uchun ularga oylik to'lanyapti? Xalqqa pulini sug'urib olish uchunmi? Xalqqa zulm qilish uchunmi? Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Rasululloh dedilar: riboni 70 dan ortiq darajasi bor. Eng yengili
kishi o'zini onasi bilan zino qilganiga tengdirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va ana Ibn Abidin Hanafiy olimlarining mashhur ulamolaridan Roddul Muxtor asarida keltiradiki, kimki bu ribo amali bilan shug'ullansa va uni halol sanaydigan bo'lsa, uni kofir bo'lib ketishligi ehtimoli bor deydi. Kofir bo'lib ketishligidan qo'rqilinadi deydi. Imom Kasoniy rahimahulloh Bidaya va Sanaya kitoblarida bo'lsa aytadilarki, mol-mulklarni botil yo'l bilan yeyishning eng xunuk turlaridan biri bu ribo bilan yeyishdir deydi. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasi 188-oyatda demadimi? "Va la ta'kulu amwalakum baynakum bil batili va tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun." Siz orangizda bir-biringizni mollaringizni talonchilik, o'g'rilik, poraxo'rlik va sudxo'rlik kabi botil yo'llar bilan yemang. İnsanlarning molini yeyishlik uchun nohaq hukmlarni, nohaq hujjatlarni qoziga taqdim qilmang dedi Alloh taolo. Mana bu oyatlarni nima uchun bayon qilinmadi? Nima uchun gapirilmadi? Nima uchun insoniyatning haqlari talab qilinmayapti? Nima uchun xalqni haqqi talab qilinmayapti? Xalqning xohishlari, xalqning talablariga tupurgan holatda xalqning molini botil bilan yeyilyapti va yeyishga majbur qilinyapti. Mana bu narsa tamomila zulmdir. Tamomila zulmdir. Bu aqlan olib qaraganda ham, shar'an olib qaraganda ham tamomila zulmdir. Alloh taolo biz shuni bayon qilmaydigan bo'lsak, qiyomat kunida bizning azobimiz qanaqa bo'ladi? Nima uchun shularni o'ylamaymiz? Nima uchun dunyodagi ozgina rohatimizni o'ylaymiz u? Nima uchun dunyodagi ozgina sakinatimizni o'ylaymiz u? Lekin oxiratdagi Alloh taolo huzurida turishimizda va u zotga hisob topshirishimizda, u zotda azobiga yo'liqib qolishimizni nima uchun o'ylamaymiz? Eski olmaymiz? Alloh taoloning azobi qattiqroq emasmi? Fala taqshawhum wahshawni demadimi Alloh taolo? Mendan qo'rqing demadimi? Lekin o'zinglar aytyapsizlar, 95% musulmon deyapsizlar. Qanday qilib musulmon ribo masalalariga bee'tibor bo'lishi mumkin? Qanday qilib musulmon ana bu 2% yo 1% kofirlik gapiga kirib turib ribo muomalati bilan muomalat qilishi mumkin? Axir bu Alloh taolaning diniga tamomiy hujum emasmi? Alloh taolaning diniga tamomiy dushmanchilik emasmi? Alloh subhanahu va taoloning bu oyatlari borasida qiyomat kunida qanday so'ralmasdan qolaman deb o'ylayapsiz?